muhtaram prezidentimizni hududdagi qishloq xo'jaligi korxonalari tomonidan amalga oshirilgan loyihalar va kelajakdagi rejalashtirilgan loyihalar bo'yicha taqdimotlar tanishish jarayonida shaxsan bizani ham korxonamizni bevosita faoliyati bilan to'liq tanishdilar. Jizzax viloyatining 7 ta hududida qariyb 30 ming gektar yerda 16 turdan ortiq qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiryapmiz. Birlamchisini qayta ishlab eksport qilyapmiz. Ya'ni hech qanday mahsulot bugungi kunda isrof bo'lmayapti, nobud bo'lmayapti. Bu albatta muhtaram prezidentimizga taqdimotimiz juda ham yaxshi taassurot qoldirdi va ular bizga qo'shimcha mahsulotlarni sifatini yana ham oshirish, eksport bozorini yana ham kengaytirish, geografiyasini kengaytirish va ko'proq mana shu hududda yetishtirishni tashkil qilishga alohida topshiriq qo'ydilar. Biz o'ylaymanki, qishloq xo'jaligi sohasidagi yangiliklarda, yangi dasturlar e'lon qilgan holda bitta narsani alohida ta'kidladiki, ya'ni rayonlashtirish, ya'ni tumanlashtirish, markazlashtirish, ko'proq ixtisoslashtirish tumanlarni, xususan Baxmal tumanini olmachilikka ixtisoslashtirib, u yerga o'sha eski bog'lar o'rnini qariyb 3000 gektarga yaqin eski bog'lar o'rnini yangitdan modernizatsiya qilish, yangi bog'larga aylantirish tashabbusi. Shuningdek, G'allarol tumani, Baxmal tumanlarida kartoshkachilikni alohida tizimini, ya'ni urug'chilik tizimini tashkil qilib va bunga alohida subsidiya berishdi. Xususan kartoshkani dedilarki, kartoshka urug'ini biz endi nafaqat pul yo'q, balki mahalliy fermer xo'jaliklarga tekinga beramiz, beg'araz beramiz. Ular shu masalani olib yana ham kengaytirib, urug'chilikni kengaytirib, mamlakatimizda bizda mana shu kartoshka yo'nalishi bo'yicha barcha mavjud imkoniyatlarni zaxiralarni ishga solib, shu yo'nalishda to'liq shu importdan xoli bir tizimga aylantirish. Yana bitta ahamiyatga ega bo'lgan bir tashabbuslardan bitta shunday iboratki, salkam 10 ming gektardan oshiq dehqon fermer xo'jaligi, tomorqa xo'jaliklari, umuman olganda fermer xo'jaliklarga ekinlarda, ya'ni mustaqil ravishda boshqarish vakolatini berdi. Ya'ni fermer xo'jaligi bugungi kunda bozor talabi nima mahsulotga bo'lsa, aynan shu bozor talabidan kelib chiqqan holda mahsulotlarni joylashtirish va uni albatta mana bugungi kunda mana bizga o'xshagan markazlarni ko'paytirish orqali ularni tashabbuslarida, ularda aynan bugungi kunda bozor ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yetishtirish masalasini ustuvor vazifa sifatida, ularga erkinlik sifatida berdilar. Bu o'ylaymanki, hududda qo'shimcha ish o'rinlari yaratishga, aholini farovonligini ta'minlashga, umuman hududda iqtisodiy rivojlanishini, eksport salohiyatini, investitsion imkoniyatini yana ham bir katta darajaga olib chiqishga xizmat qiladi.